At pazarda dağılmışlar. Talaş çip koyguzbay aytatına toğanlar. Buna at pazarda toğanlar. Elleri çıkarmayın. At sal çimpiyatlar toğanlar. At salda. Buna. Ana müştaş olup ket toğanlar. At pazarda dağın. Kaç durğamına ne olacak da mı? Tartışıp çalışlar. Gördüğünüz toğanlar. Gördüğünüz toğanlar. 150 sömünde deyip at salı verdi. Çıkarmaya koygan adamlar üstüne. Gelmek, Türkistan'a remanda çöktü. Özü çöktü bunlar. Bir kan alıp ketmezsin, bastır çıkar, erkekçilerçe. Alıp ket. Ya buna biz alıvat, bastır çıkar ortalık. Evet, atıyor. Şunday boldu toğan arat pazarda. Janjal muştaş. Eller japay atlı salı adamların üstüne. Bunarsa. Ya izberdikine, Türk İslam. Jogor jaktaglar neni qarab atıldı? Mat pazarda bugün dağınız üçün. Buna toğanlar, buna. Çip var mı? Çip. At salı ver tat. Şunda işte toğanlar. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sizlerмен Bazar Xabar kanal bugün 26 fevral Jalolabad at pazarının özünde asımanlar. Bugün atlarımdan da tekşerilip çıkarıldı attağında ele. Çiptermen. Kança oldu aka? Kança oldu? Kança verişti? 110 beriptir. Bazar Xabar. Kança oldu aka? 88 ottur. Erkek at. Çivini basıp tur toğanlarına. Çıktı. Toka çip basıp çıkardı o. Çivi жоқ болса çıkmaydı aka. Çip bastırı tatına toğanlar. Mu katlap koyun. Dağılı basat eken. Biziki. İğnenin uçunda oladı okşay çivi ha? Hatta caz koy ana nereden Düştü. Çok. Ama onda kılıp kattap koyup aka çipti ha? Ova da. Nonday kağız veriletken toğanlarımda eesine. Nonday nomer bolatken jana maşina nomeri okşayıp yetip ketken. İçinde kalıp gidelim. O ziyan yok ki. Ha toğanlar. Çipter. Bazar şunday toğanlar. Çip şundaylarmen boltat. Qaysı attas aka? Qancha so'mda o'tadi? Erkek burg'achi aka? Erkek ekan 25 berdi degan. Aka beringmi, jengim almab baramni o'tmay vatni sotibdi. Qancha so'm aka? 25 bin kam var. Erkek ha? Urg'ach. Urg'achgan 25 ming kam bor. Qancha berdi bozor aka? 22 ming. 22 ming chivi bor. Chivi yo'q ekan, olgan odam 200 so'm qo'yib berayotgan to'g'andar chivini. Qancha so'm aka? 40 ming. Erkek urg'achi. Erkek tay ekan to'g'andar 40 ming deydi. 35,5 berib o'tadi ekan uni. Berib aytadi ekan to'g'andar. Ne olacakda da bağ boltatqı. Erkek tayga 34 ming berip atdı. Satpay aytasыңар. 34 mingge satpay aytadi onlar. Qancha so'm ekan taylaring? Erkek urg'achi. Urg'achi baytaldar ekan. Ekoy 36dan mı? Qancha berdi akam? 33 berdi. 17'den mi qoladi? Har birini 33dan mi? Har birini 33dan berib satpapti to'g'onlar.
Tay. Jalovat atma. Çivi var ukam? Çivi yok ekan. Alğanadan bastırып alasың ekan. Jorga qancha jorga? Bozorga var degan ukam. Jorga qancha aka? 50 erkek. Jemde turgan. Qulağını japırtırta şu bilinip öyle turadi jetim. Nargıçı? Urgaç erkek baka. Qancha berdi buga? Qaraga. 40. Bunosinachi? 42 berdi. Narxidan 40, bunga 42 berdi ekan do'g'onlar. Nadan erkek taylar. Qancha so'm aka? 60 ming so'm men tortpa. 60 ming so'm deydi. Qancha berdi aka bozor? 57 berdi ekan 60 ming so'm. Deganchilar. Dağın bir erkekte. Kaç so'm aka? 80 ming. Qunan mı? Tay ekan, kalta tay ekan. Qancha berishdi? 65 ming. 65 ming berdi degan şey erkek tayga. Berib aytasizlar. Bozor bugun yaxshi bo'ldi? Zo'r bo'ldi deydi. Olib sotarlar ishni qildik deydi. Qancha so'm o'tadi o? Qancha so'm aka mana shu? 108 beradi. 108. Qanchasi ekan aka? 108 ming berdi degan. Ana 114 ming bo'ldi. Qanchasi ukam? 10 ekan, 108 berdi degan. Berib aytadi. Ekasi yat tuğanlar 114 mingga alınıptır. Buna. Like basıp turlar. Tay qancha so'm brat? Bası. Basını aytib qo'y, seni tartib aytdi. 85 ming ekan tuğanlarına. Qancha so'm aka atыңыз? 140? 120. Qanchasi? Ekasi mi? Qancha berishdi aka? 95 ming beribdi, 120 deydi. Qancha so'm aka at? Aka at qancha? Kepka aytmaysiz aka, senasin. Kepkadan so'radi aytib qo'y. Qanchasi aka? Jashi. Jazg'altasi. Qancha qilishdi aka bozor? Bozor qancha so'm beradi? Shu 100 ga tayyorda. 100 ga tayyorda ekan berib aytadi ekan onda. Hayda. O'shani o'qilmadi hayda. Erkeklarni ko'rsatgan jo'n. O sirtga chiqib ketaman. Sirtga chiqib ketaman, oldingiz oldim aka, olamiz. Qancha berdi? Yo'q, endi bunday aka bir tatni. 120 ming berdi. Qanchasi ekan? Жаңасы 120 ming berdi. Savdo qiladi bunda. Qancha odamsiz? 3 odammiz. 3 odam. Ziyangiz ham yaxshi bo'ladi, foydangizga ham yaxshi bo'ladi. 3 odam. Men uydamiz. Qancha 120 berdi aka? Qanchada o'tadi? Qancha qoldi o'tadi? 25 ga. Uchovini qo'shsa tamizim Olib sotarlar ekan to'g'onlar. Biz uchovizda o'tadi, 120 bersa 125 berdi o'tadi to'g'onlar. Aka, Badil satam, qimmat bering bu. Uch bola so'rayotamiz. 20 ga bera olmayman. Ularga 3 odam so'rayotamiz, maqsad aka. Bir qadr qilsangiz aka. 3 odamga qadr qilib bergilar. Uksiz, ularga qo'ysangiz aka. Bütün odam ertiriz. Odam. Mana berdim aka. Bizga peshana bo'layotadi aka, sizdan so'rayotamiz yashagan. Not. 120 ming. Bertat 125 berdi o'tadi. 3 odamimiz o'tadi. 3 odam sherik biz. Hech qanday qildi o'tadi. Jo'ndura qildi o'tadi. To'g'onlar. Qancha so'm aka aqchasi? Qancha so'm aka? 250. Qancha berdi aka? Eng qiyin bergani qancha berdi? 160 berdi. 160. Qanchasi aka? Ekasi. Brat, bunday давай qishni bundaylar. Uloq emalarına javob aka. Satsangiz nomeringizni aytib qo'ying aka. Telefon qo'ldan bo'ldi. Ha, qo'ldan bo'lsa. Birinchi yo'l o'qdam telefon qo'ldan bo'lgan odam birov.
Ziyan deydi oğanlar. Faydası hem var bırak. Kaç so'm uka? 130. Qanchasi? Jalg'achangasi. Qancha berdi bozor? Bilmaydi ekan to'g'onlar. Shunday bugun bozor. Ertaga bersa o'zgani tartamiz inshaalloh. Hadi pis, like bas qo'yinglar.